Xullas, Jetour mashinamiz ham 3 sloy polirovkasi o'z nihoyasiga yetdi. Mana akalar, ko'rishingiz mumkin. Videoga hech qanaqa montaj, effekt qo'shmaganmiz. O'zi qanday, shunday ko'rsataman sizlarga. Eski holati eslaringizda bo'lsa agar, mana hozir ishni tugagan. Ko'rishingiz mumkin. Mana eshiklari. Kim ko'rmagan bo'lsa, men ikkita oldin video qo'yganman. Mana shuni ko'rishingiz mumkin. Orqalari. Pakirlosi. Qanday chiqdi akalar? Bu tarafi. Mana akalar. Keramikani ham biz boshladik. Akamizga yoqib deyishimiz, ana shu keramikani ham endi qilibdilar. Ishlarni ko'rishingiz mumkin. Lekin mashinalarga bor akamiz yomon mehr berar ekanlar. Shunday chiroyli bo'ldi bu mashina, qaranglar. Ekranni bitta uraman, o'ziga kelaman. Kimga kerak bo'lsa kelinglar. Mana shunday chiroyli xizmatlar Protuning o'z sizlarning xizmatingizga. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.